bola boshiga urish qanday yomon oqibatlarga olib keladi. Mana senga deb siz ham agar bolangizni mana shunaqa qilib ursangiz, siz o'ta yomon onasiz. Nimaga deysizmi? Unda yaxshilab eshiting. Har bitta tarsaki tushirganda bolaga tashqi mexanik ta'sir ko'rsatasiz. Bu esa bola miyasining chayqalishiga va shu bilan birgalikda ezilishiga olib keladi. Har doim bolasini urgan onalar bolasini bilib bilmasdan miyasiga sotrasение yetkazadi. Har bir marta sotrasение olgan bolada minglab nerv hujayralari vafot etadi. Natijada kelajakda xotirasi past, diqqatini yig'a olmaydigan yoki duduqlanadigan yoki kamida psixonevrologik buzilishlarga ega bo'lgan kasal bolalar rivojlanadi. Hurmatli onajonlar, aslo farzandingizni urmang. 21-22 iyul kunlari Neyromasha sirlari nomli bepul onlayn dars tashkil etyapman. Hurmatli onajonlar, qatnashish uchun hoziroq quyidagi havola orqali ro'yxatdan o'ting.